Assalomu alaykum. Efirda kun xabarlari kanali. Kanalimizga xush kelibsiz. Isroil bosh vaziri ochko'z Benyamin Netanyahu Erondan juda ko'p narsa talab qilmoqda. 11-fevral kuni Qo'shma Shtatlarga safar qilgan Benyamin Netanyahu Qo'shma Shtatlar prezidenti urushsevar Donald Tramp bilan uchrashdi. Ikki urushsevar prezidentning uchrashuvi cho'zilgandan-da cho'zildi. Ularning uchrashuvi naq yopiq eshiklar ortida 4 soat davom etdi. Qo'shma Shtatlarga safar qilgan ochko'z Benyamin Netanyahu Amerika prezidenti Donald Trampdan shularni talab qilmoqda. Netanyahuning talabi shunday: Eronda hech qachon yadroviy qurol bo'lmasligi, Eron o'z raketa tizimini qisqartirishi hamda Eron yillar davomida boyitgan uranini maxsus komissiya tashkil qilib Erondan olib chiqib ketishligini talab qilmoqda. Do'stlar, Benyaminning ishtahasi kundan kunga ochilib bormoqda. Do'stlar, Eron hech qachon o'z raketa tizimini qisqartirmaydi va boyitilgan uranni hech qayerga olib chiqib ketishga ruxsat bermaydi. Bu haqida birinchi uchrashuvlar to'lqinida Ali Shamxani shunday degan edi: Eron yadroviy dastur bo'yicha kelishuvga erishishi mumkin, lekin ballistik raketa tizimi va boyitilgan uran haqida Qo'shma Shtatlarga Shamxani butunlay qizil chiziq tortganini ma'lum qilgan edi. Ikki urushsevar prezidentlarning uchrashuvi yakunlangandan so'ng Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Tramp o'z ijtimoiy tarmog'ida 2025-yil Eronga berilgan dahshatli zarbalarni Eronga eslatib o'tdi. Donald Tramp yana shunday deganki, Eronni ikkinchi muzokaralar to'lqinida juda mas'uliyatli bo'lishga chaqirgan. Eron esa o'z javobini birinchi uchrashuvdayoq ma'lum qilgan. Eron hech qachon o'z raketa tizimlaridan voz kechmaydi hamda boyitilgan uran haqida hech qanday ikkinchi uchrashuvda ham muzokaralar o'tkazmaydi. Vaziyat jiddiy do'stlar. Kanalimizga obuna bo'ling, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Efirdagi kamchiliklar uchun albatta uzr so'raymiz do'stlar. Assalomu alaykum. Efirda kun xabarlari kanali. Kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Qo'shma Shtatlar va Eron o'rtasidagi vaziyat tobora jiddiylashib borayotgan bir vaziyatda Xitoy o'z do'stini yolg'iz qoldirmoqchi emas. Xitoy o'zining eng xavfli va kuchli samolyotlaridan biri G-20 ni takomillashgan variantini Tehronga sovg'a qildi do'stlar. G-20 21-asrning eng xavfli qurollaridan biri hisoblanadi. U ayniqsa Fors ko'rfaziga tizilib turgan Qo'shma Shtatlarning barcha kemalariga juda katta xavf tug'dirishi mumkin. Bu Xitoy tomonidan Eronga berilgan oddiy sovg'a bo'lishi mumkin do'stlar. Vaziyatning ikkinchi tarafi ham bor. Ehtimoliy hujumda Qo'shma Shtatlar Eronga zarba bersa, Eronni Xitoy yolg'iz qoldirmasligi mumkin. Chunki Xitoy va Eron o'rtasida bir necha yillardan beri strategik hamkorlik yuzaga kelgan. Eron va Xitoy elektr tarmog'i bo'yicha hamda neft bo'yicha bir necha yillardan beri hamkorlik qilib keladi. Albatta Xitoy bunday hamkorlikni yo'qotishni istamaydi do'stlar. Harbiy salohiyat bo'yicha ham Xitoy Eron tomonda bo'lib, urushda Eronga yordam bersa, vaziyat tubdan o'zgarib ketishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring, like bosib, bizni kanalni qo'llab-quvvatlang.